alaykum. Keling opajon. Va alaykum salom. Yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Yaxshi. Kiring. Ukam qani? Hozir ish bilan ko'chaga chiqib ketgandilar. Kirib turing. Opajon, kelganingiz bilan yaxshi bo'ldi. Hozir oshtagini qo'ymoqchi edim o'zi. Kechga hammamiz birga To'xtang. Boshqasiga kelgandim. Yangilik bormi yo'qmi? yangilik bo'lib qolar. 2 yildan beri 2 marta davolanib chiqdim, ko'rdingiz. Balkim siz ham ukangizga aytib ko'rarsiz. Nima? Hali bu gap ham bormidi? Ukam? Nimalar aytganingizni tushunyapsizmi o'zi? Qanaqa ukam? Bizga farzand kerak, bizga naslimiz davom ettiruvchi farzand kerak. O'zi ukam bitta bo'lsa, o'zi kelgan kuningizdan beri kasalsiz. Sog' kuningizda o'zi yo'q. 2 yildan beri davolanib hech qanaqa natija qilib bera olmadingiz. Mana ukam kelsin, siz bilan gaplashadigan gaplarim hali ko'p. Egiz farzandni tug'ib beradi. Onasi opmaga 18 yashar bilan beraman. Hali shoshmay tur, sen bilan endi gaplashamiz. Rushana? 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 Assalomu alaykum. Keldingizmi? Kelganimga qancha bo'ldi? 10 marta chaqirdim, eshitmaysan. Tinchlikmi? Nima xayoling parishon? Tinchlik. Sizdan bitta narsani so'rasam, xo'p deysizmi? So'ra qani oldin. Balkim ikkalamiz birga davolanarmiz. Shunda hammasi yaxshi bo'lib ketarmidi. Bugun opajon kelib, rosa xarxasha qilib ketgandilar. Erta borsinchi. Murodullayeva. Sizning analiz tashxislaringiz juda ham qoniqarli. Abdullayev Abdulla. Sizning bo'yragingizda ozgina shamollash bor. Bir kurs lecheniya olsangiz, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, og'zing quloqingda. Sizga bir gap aytsam, suyun ichib berasizmi? Aytqani oldin. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Rostdan. Suysandan aylansin. Osh damla tez. Allohim, behisob shukr.